Barakam aka, xudo xolasa darvozamiz mana chiroyli holatda o'rnadi. 11.400.000 ga olib kelib o'rnatdik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana navbatdagi chiroyli darvozamizni Qo'qonga olib kelib o'rnatdik. Akamiz xonadonlariga chiroyli holatda qilib berdik. Darvozamiz sizga ma'qul keldimi aka? Klientlarimiz bizni ko'pchilik kuzatadi. O'zingiz fikrlaringizni aytib o'tasiz. Darvozasi mana ma'qul keldi, mana zakaz qildi, mana chiroyli chiqdi. Inshaalloh. Yetilgan kunda, yetilgan vaqtida vaqtida kelindi darvoza. Xudo xolasa bu darvozamiz 2 qavatli darvoza bo'ldi aka. Bir qator o'zim ma'lumot beraman. Bu darvozamiz 2 qavatli darvoza. Hop. Tayyor bo'lish muddatini aytib o'taylik. Bu 2 qavatli darvozalarimizni 20 kun deb va'da berganmiz akamizga. Xudo xolasa mana 20 kunda kelib o'rnadi. Hop. Darvozamiz sveti GK2 svetdan sepib berganmiz. To'qidan sepganmiz. Xohlovchilariga ochirog'i ham bor. Endi ko'pchilik to'qroq svetni yoqtiradi, o'shani hisobiga to'qroq. Hop, razmerlarimiz bo'yi 3.40, eni 3.25 razmerda tayyor bo'ldi. Bu darvozamizni narx-navolari, materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, darvozamiz birinchi o'rinda stoykalardan boshlaylik. Yondorliklari, ikkala yondorliklari 8 ga 8, ikkilik qalinlikdagi profillardan ishlatganmiz ikkala yoniga. Tag qismiga shviller qo'yib berganmiz. Tepasi 8 ga 4 profil. Mana bu rama profillari, hamma darvozamiz ichki profillari 6 ga 4, 1.5 qalinlikda ishlatganmiz profillarimizni. Listlarimiz birinchi qavati, mana bu qavat birinchi qavat hisoblanadi. Ikkilik listdan qilib berganmiz. İkinci qavati mana bu yerga listlarimiz ikkinchi qavat deyiladi. Bu listlarimiz qalinligi 1.1lik bo'ladi. Hop, darvozamizni kvadrat metridan 1.100.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Mana bunaqa chiroyli nerjekalari bilan o'zgacha yuz berib qilib berganmiz tayyorlab. Zamoklarimiz ham yaxshi zamokdan, Zuber zamok, yaxshi xizmat qiladigan. Общий darvozamizning summasi 11.400.000 ga olib kelib o'rnatdik videoni boshlayotganimizdek. Biz manzilimiz Bog'dodda, Farg'ona Bog'dod. Shunaqa chiroyli darvozalarni O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraveramiz hamma viloyatlarga. Hop. Kataloglarimiz bo'yicha o'sha ekranning pastki qismida nomerlarimiz bor. Telegram, WhatsApp, hamma ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Bemalol yozsalaring chiroyli kataloglar tashlab beraveramiz. Xohlagan fasollarni birga bir chiqarib beraveramiz. O'ta ideal holatda chiqdi darvozamiz. Akamiz ham juda xursand, ma'qul keldi. Videoni oxirigacha ko'rganlar, sizlardan like tugmasini bosib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Videomiz ko'proq ko'riladi. Sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlarini tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.